بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aldı bilen Allah subhanahu ve ta'alaga en güzel hamdu sanalarımızı ve süyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge en pak durud salamlarımızı yollagandan sizlerge Allah'ın salamını yollayımız. Hürmetli radyo anlayıcı qarindoshlar, Vahiy Penceresi programımızın 13. sanıga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Hammalarga ma'lumki, biz bu programımızda İslam shahidi Sayyid Qutb rahimahullohning Fi Zilalil Qur'on soyasida nomli tafsirining birinchi parasining sharhlarini diqqatingizga sunib kelyapmiz. Bugünkü programımızın mavzusi Yahudilarga xitob. Mikrofon oldida Abdullah Yalqun. Yahudilarga xitob. Bu darsning ibtidosi Allah Taalaning muqaddas chaqiriqi bilan boshlangan bo'lib, Onunda Allah'ın nimetleri esildildi. Ve Allah'ın ularga bergen ahdisini işqa aşırışı üçün ularning öz va'disiga amal qilishi lozimligi bildirildi. Allah Taala muqaddima o'rnida ularni Allohdan qo'rqishga, taqvodorlik va poklik tarafga chaqirdi. Ondan ilgari Allah Taala o'zi ularga avatgan bütün kitoblarni va ta'limotlarni tasdiqlaydigan bu kitobni, jumladan bu yangi da'vatni qabul qilishga chaqirdi. Ularning Qur'oni Karimga qarshi tutgan pozitsiyasini tanqid qildi. Ularga bu kitobni hammadan ilgari inkor qiluvchilardan bo'lmaslik haqida nasihat qildi. Ularning haqni yoshirib, haq bilan botilni bir-biriga aralashtirib qo'ydiganligi, bu orqali kishilarni, xususan musulmonlarni ozdirmoqchi bo'ladiganligi, musulmonlarning sepiga fitna selib, tabriqchilik tug'dirmoqchi bo'lishi, yangi musulmon bo'lgan kishilarning qalbiga shak shubha tarqitishi qatorliq qilmishlarini tanqid qiladi. Allah Taala ularga maslahat berib, bundaq fitnalardan qo'l tortib, islom jamoatiga qaytilishni, musulmonlar bilan birlikda namoz o'qib, zakot berib, jamoat intizomini barpo qilishni, bu yangi dinga o'zini mujassamlashtirishdek mushkul ishda sabr bilan namozga tayinishni tavsiya qiladi. Undan boshqa yana ularning mushriklarga iymonni tavsiya qilib, o'zlari iymon etmaydigan va islomga bo'ysunmaydigan qilmishini qattiq tanqid qiladi. Ondan Bani Isroil qavmiga ularning butun tarixiy bo'yi ato qilinib kelgan ne'matlar eslatıladi. So'z jarayonida Madina yahudiylarga go'yo ular Musa alayhissalomning davrida mavjuddekli xitob qilinadi. Buning sababi shuki, Bani Isroil qavmi azaldilli bir ummat bo'lib, ular asrlardan beri xuddi keyingi davrlarda o'xshashli xarakter, xususiyatlik bo'lib kelgandek, birli milliy mijoz tabiatida mahkam turib kelgan edi. Ondan ular hech kishiga mas'ul bo'lmaydigan, hech kishining tili bilishi asqatmaydigan, hech qanday fidya yoki to'lam qabul qilinmaydigan
hamma odam yor madadkorsiz qoladigan qiyomat kunidan va hech kishi qutuldirolmaydigan oxirat azobidan qo'rqitiladi. Ondan ularning ko'z oldiga Allah ularni Fir'avndan qutuldirib olgan chog'dagi manzirlar go'yo hozirqidekla sunuladi. Ondan orqama-orqa uzildirmay qilingan in'omlar tilga elinib, ularning beshiga bulut bilan soyi tashlanganligi, buduna va taranjibin bilan mehmon qilinganligi, toshlarning bag'rini yerib suv chiqarib berilganligi bayon qilinadi. Ondan ularni numus qildirish uchun ularning bu in'omlarga qayta osiylik qilganligi, Allah ularning bir xatoligini afu qilsa, yana bir xatolikka cho'kib olganligi, bir musibatdan qutuldirsa, yana bir musibatning yo'lini ochganligi bir-birlab eslatiladi. Darvaqa Yahudilar yana shu Yahudilar edi. Yana shu fitnavozlik, yana shu hasadxo'rlik, yana shu tarsaliq, yana shu jaholat. Ular doim Allohning ahkomlariga xiloflik qilayotgan, omonatga xiyonat qilayotgan, qilgan va'dasini buzayotgan, Allah va uning rasuli bilan tuzgan ahdilarni bir chetga qayirib qo'yayotgan. Hatto hech bir sababsiz Allohning payg'ambarlarini o'ldiradigan yerga yetib berayotgan. Allohning oyatlarini yolg'onga chiqarayotgan. Qalig'i cho'qinib, osiyligi shu darajaga yetganki, hatto Allohni ko'zi bilan ko'rmagicha iymon etmaydigan bo'lib olib borgan. Shuni mu o'ylab qo'yingki, Yahudilar hatto yezig'i kirish oldida Allah aytishni buyurgan va qattiq ta'kidlagan so'zni mu aytqili unmaydi. Allahning hukmiga oshkora qarshi chiqadi. Shanba qonuniga xiloflik qiladi. Tur tig'ida bergan va'dasini unutdi. Allah kala bo'g'izlashga buyursa, gijinlik qilib bas munozara, tirkishish bilan uni qasdan kayniga so'zishga urinadi. Qisqasi, Yahudilar Yahudidan boshqa hidoyat topgan qavm yo'q. Allah Taala qiyomat kuni faqat Bani Isroil qavmidan rozi bo'ladi. Ulardan boshqa butun ummatlar ozg'un. Ularning dinidan boshqa butun dinlar botil degan da'vo ostida mushu ishlarning hammasi bilan shug'ullanadi. Shunga Qur'oni Karim buningdan ilgirki tanqidiy so'zlarida bu da'voga raddiya berib, boshqa ummatlarning ichida qandoqki kishilar Allohga va qiyomat kuniga iymon etib, yaxshi amallarni qilsa, Allohning dargohida tegishlik ajri bo'ladi. Ularga hech qanday qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi deydi. Bu yerdagi Bani Isroil qavmiga qaratilgan zarbilik tanqidlar bilan bundan keyingi suralarning mazmunidagi tanqidlarning hammasi vaqtning eng muhim ehtiyoji edi. Chunki Bani Isroil qavmining puchak da'volarini hamda yangi islom jamiyatining asoslariga va birligiga qarshi elib berayotgan barliq hili nayrang suiqasdlarini echib tashlab, musulmonlarni ogohlantirish, jumladan ularning xufyona suiqasdlariga qarata musulmonlarning qalb iddiyasini sagaklashtirish intayin zarur edi. Buningdan boshqa yana fitna fasod, chechilang'o'liqlarga qarshi hammaylarning birdaklikni mahkam saqlashi ta'kidlandi. Musulmonlarni ogohlantirish uchun Bani Isroil qavmining tarixiga tanqidiy nazar selishning zarurligi shu yerdaki, musulmonlar xalifalikdan iborat bu yangi vazifaning yo'lida qanday qiyinchiliklarning uchraydiganligini, qaysi joylarda qiyib ketish ehtimoli borligini, xalifalikka tayinlangan ilgirki ummatlardan qanday xatoliklarning o'tilganligini
va shu vajidan xalifalik martabasidan qandoqlarcha mahrum bo'lganligini, ilgirkilarning Allohning yer yuzidagi omonatini saqlash va yuqori ko'tarishdek oliy sharafni qandoq qo'ldan ketkizib qo'yganligini, insonlarga rahbarlik qiladigan tuzumning qandoqlarcha va qandoq sabablar tufaylidan ularning ilkidan chiqib ketganligini pishiq bilishi intayin muhim. Demak, bu butun tanqidiy mazmun jarayonida ba'zida ochiq va ba'zida yepiq ishoralar orqali musulmonlarni ogohlantirib, bu yo'lda va bu mansabda xatolashish va teyilib ketish ehtimoli bo'lgan qaysi xil mushkul o'tanglarning ularning oldiga uchrab turadiganligi aytib berilgan. Bu temaning ikkinchi qismida yana shundoq eskartishlar beriladi. Ayni chaqda Madinadagi musulmonlar bu xil nasihat, yo'l yo'riqlarga qancha qattiq ehtiyojli bo'lgan bo'lsa, har qaysi zamon va makondagi keng islom ummatimi uningga har doim yana shundoq qattiq ehtiyojli bo'laveradi. Musulmonlar cho'qim Qur'oni Karimni cho'nqur tafakkur, dono nazar bilan mutolaa qilishi, shundaqla islomning azaliy dushmanlariga taqobil turish uchun muqaddas ilohiy hokimiyat tarafidan ato qilingan bu yo'l yo'riq ta'limotlarni puxta o'zlashtirishi hamda dushmanlarning islom ijtimoiy jamiyatiga qarshi ajoyib hiylagarlik bilan intayin xufiyona ilib berayotgan suiqasdlik o'yinlarga qandoq taqobil turish kerakligini yaxshi bilish lozim. Chunki qalbi iymon nuri bilan nurlanmagan, ichki tashqi maxfiy va oshkora hamma jihatlarda o'z hayoti uchun muqaddas ilohiy hokimiyatdan yo'l yo'riq olmagan kishi islom ijtimoiy jamiyatiga xavf soladigan nopok xufiyona yer osti kuchlarni qandoq tepib chiqa olasin. Bu yerda Qur'oni Karimning ifoda uslubidagi ham adabiy ham psixiki jihatdagi o'zgacha bir alohida munosabatni mulohiza qilib o'tish lozim. Bani Isroil qavmining tarixi haqidagi bu mazmunning xuddi biz ilgari ishora qilib o'tgandek Odam alayhissalom bilan iblis qissasining oxirlashishiga ulashibla bayon qilinganligi hamda o'ttirg'i qo'yilayotgan qissa bilan amaliy vaziyat o'ttirisida mukammal bir bog'lanish ham moslashishchanlikning mavjud bo'lishi ko'zda tutilganligi dal Qur'oni Karimning favqulodda o'zgacha ifoda uslubidir. Ataqliq mustashriq Gold Zihar Qur'onga qarata Qur'on Yahudilarga Makka davrida yumshoq pozitsiya tutib, Madina davrida qattiq tanqid qilishni boshlab etdi deb e'tiroz bildirgan edi. Bu yerda ustoz Sayyid Qutb Qur'oni Karimning har ikkala davrda o'xshash bo'lmagan maqsad bilan Yahudilar haqida to'xtalganligini, Makka davrida Yahudilarni tanqid qilishning hech bir zaruriyati yo'qligini aytib berish orqali mustashriqlar har doim islom ta'limotiga ashundoq ta'tur iddia bilan nazar soldigan bo'lg'achqa, islomda ularga zidlikdan boshqa narsa ko'rinmaydiganligini aytib bergan. Qani azroq orqaga qaytib mulohiza qilib beqing. So'z davomida zimindagi butun maxluqlarni Alloh insonlar uchun yaratgan deyiladi. Ondan Odam alayhissalomning yer yuziga xalifa bo'lish qissasi boshlanib, Alloh bilan Odam alayhissalom orasida ahd tuziladi. Odamga farishtalardan ortiq fazilat ato qilinadi. Ondan nasihat, xatolik, tavba, nadomat, Allohning hidoyati va mag'firati qatorliq temalar boshlanib, dunyodagi ta qiyomatgacha davomlashadigan yaxshi bilan yomon o'ttirisidagi tugumas kurash Odam alayhissalomga jannatning o'zida bir qatim tajriba qildiriladi. Xayr, islohot, yaxshilik, taraqqiyot quvvatlari
bir mu'min inson shaklida. Yomonlik, razillik, fitna fasod, buzg'unchilik quvvatlari iblis shayton shaklida o'z ifodasini topadi. Bu barliq voqealar so'zlab berilgandan keyin Bani İsrail qavmi haqidagi tanqid boshlanadi. Ularning Allohga puxta ahdi berib, qandoqlarcha buzganligi, ularga qaysi ne'matlarning yomg'iri yoqqanligi, shundaqdimi ularning qandoqlarcha noshukrlik qilganligi. Shunga Alloh taolo ularni yer yuzining xalifaligidan elib tashlab, ularning ustiga xor zabullikni musallat qilganligi aytib beriladi. Mu'minlarni bo'lsa, ularning makkorligidan ogohlantirib, ularning tarixida qanday xatoliklarning sodir bo'lganligini aytib beradi. Dal mushu yerga kelganda, odamning yer yuziga xalifa qilinishi bilan keyin Bani Isroilning xalifa qilinishi o'ttirisida nihoyat ro'shan ma'naviy bog'lanish paydo bo'ladi. Shuning bilan mazmun tartibi bir-biriga bog'lashib ketgan bo'ladi. Qur'oni Karim bu yerda Bani Isroilning tarixini so'zlashni emas, balki ba'zi muhim tarixiy voqealar tarafga munosib miqdorda yig'inchoq ishora qilish orqali ularning uzun tarixidan bir qism ko'rinishlarni ko'rsatib o'tishni maqsad qiladi. Qur'oni Karimning sura Baqaradan ilgiriki Makkada nozil bo'lgan barliq suralarda bunda qisqacha iqtiboslar takror uchrab turadi. Biroq ularda koinotning dastlabki boshlang'ichidan tortib davomlashib kelayotgan iymon karvonlarining da'vat tajribalarini o'ttirg'i qo'yish orqali Makkadagi ashu ozg'ina islom jamoatining g'ayratiga g'ayrat berish hamda ular Makkada uchrashib turadigan har bir bosqichning taqozzosiga uyg'un yo'l yo'riqlarni berish maqsad qilinadi. Ammo bu yerda, ya'ni Madinada bo'lsa, Yahudilarning suiqastlari va shum niyatlaridan musulmonlarni ogohlantirish, islom jamoatiga Yahudilarning zodi qandoq yomon g'arazlarda ekanligini va uni ishga oshirish uchun qandoq vositalarni qo'llanadiganligini uqtirish maqsad qilinadi. Hamda yana musulmonlarning o'ziningmi xuddi ilgirki Yahudilar mubtalo bo'lgandek unda xatoliklar va yetersizliklarga mubtalo bo'lib qolmaslikka diqqat qilishi kerakligi eskartiladi. Garchi bayon qilingan haqiqat, ya'ni Bani Isroilning ozg'unligi va to'g'ri yo'ldan bosh tortganligi har ikki davrda birdek bo'lsa-mu, Qur'ondagi qissalarning Makka mukarrama davri bilan Madina Munawvara davridagi maqsad obyekti boshqa bo'lg'achqa, bu yerda Bani Isroilning hikoyasi-mu boshqa nuqtadan boshqacha uslub bilan o'ttirg'i qo'yiladi. Nozil bo'lish tartibi bo'yicha sura Baqaradan ilgari nozil bo'lgan Makka suralariga kelganimizda bu to'g'rida tafsiliy to'xtalib o'tamiz. Bani Isroilning qissasi bayon qilingan Qur'oni Karimdagi hamma joyni astoydil mulohiza qilganda, u joylarning mazmun tartibi va o'rin sharoiti bilan naqadar bog'lanishchanligini hamda shu o'rindagi maqsad, muddao, fikr, izohatlarni takommullashtiradiganligini bilib yetkili bo'ladi. Bu yerdami bu qissa mazmun tartibiga va o'rin sharoitiga shundoq moslashgan bo'lib, uningda oldi bilan insonning shon sharafi va karomatlari haqidagi tema bayon qilinadi. Ondan Alloh bilan inson o'ttirisidagi tuzilgan ahda, unutish, xatolik qatorliq temalar bayon qilinib, butun insoniyatning birligi tarafga ishora qilinish bilan birga ularga kelgan payg'ambarlarningmi va ular o'ttirg'i qo'ygan dinningmi faqat birli manbadan ekanligi aytib beriladi. So'z jarayonida insonning yer yuzida xalifa bo'lishi bilan chunqur munosabatlik bo'lgan hamda uni inkor qilish insoniylikni inkor qilganlik hisoblanadigan,
inson ruhi bilan uning tarkibiy ilmiy nitlari tarafgimi uzluksiz ishora qilinadi. Uningga qarshi ish tutishning yoki uni nazardan soqit qilib qo'yishning yomon oqibati, ya'ni yer yuziga xalifa qilinishiga asos bo'lgan ashu vositalarni yo'qotib qo'yish bilan insonning qaytadan pastkash hayvon darajasiga tushib qoladiganligi bildiriladi. Qur'oni Karimda Bani Isroil qissasi hammadan ko'p bayon qilingan bo'lib, uning har qaysi joylaridagi qimmatlik nasihatlarga to'lgan tarafi intayin zo'r ahamiyatga ega. Bu orqali Alloh taolaning islom ummatiga ta'lim tarbiya berib, ularni buyuk xalifalik mansibiga hozir qilishni maqsad qilgan hikmatlik tarbiya uslubini bilib yetkili bo'ladi. Bu qisqacha xulosidan keyin qani amdi oyatlarning tafsilotiga nazar solaylik. Hürmetli radyo anlayıcı qarindoshlar, Vahiy Panjarasi programmamizning 13. soni bugun mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelar qadimgi programmamizga kirishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Hürmetli qarindoshlar, butun dunyodagi barliq qarindoshlaringizga shundaqla kamini ojiz uchun ijobatlik duolaringlarda duo qilib qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Assalomu alaykum.